Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, Вес вес 76 килограммов 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги хардкор боксинг, чемпион лиги хайт реалити из Узбекистана, Узбек углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BMV Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте! Erkebulon Ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebulonning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham jang boshlanish arafasida do'stlar. Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100% kelgan holatda Erkebulon biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin, optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Rovbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebulon jab bilan boshladi, chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jab Nikulindan. Erkebulonning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebulonning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bu zarbalar e'tibor bering. Erkebulon. Knockdown holati. Xo'sh, yana bitta bo'ldi. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqtaga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Profboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Profboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkebulon To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni
qaysidir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz Erki Bo'lan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erki Bo'lan borib hurmat ko'rsatdi Nikolinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz sportchini. Kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Победитель этого боя, давайте ваши овации, аплодисменты боксера! В этом ярком поединке, которого так все долго ждали, на первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Erki Bo'lan Erki Bo'lan To'xtar g'alabalari sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Erki Bo'lan, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men mana yerda o'zimni uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelganda ham kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni o'smalaga bergan. Сөйткенде kimga chiqqim keladi degan. Erki Bo'lan To'xtarman dedi bu. Bu meni o'zining istoriyasini yozgisi keldi. A men buni o'zim istoriyama yozib ketdim. O'yladim, какой-то актер Qozog'istondan kelgan. Bizda любой odam razgovor bilmaydi deyman. Qanday rahmat. So'sin. 3-4 personaj uchun bugun xalq turali onday o'ylab olmaydi. Misol Alisher, men trenerim. O'zbekistonga birinchi ret keldi. Xalqi qanday kuchli, qanday jili deydi-da. Kutib olyotir, tamoq beryotir. Men anov 4-5 odam uchun bugun xalq sonday deb o'yladim deydi-da. Tashqi solay o'ylamangizlar. Xalq o'ta kerak, men yaxshi ko'raman, O'zbekistonni yaxshi ko'raman. O'zbek xalqini yaxshi ko'raman. Biz do'stmiz. O 4-5 odam uchun do'stlikdan ayrilmamiz kerak, do'st bo'lishimiz kerak. Birga соревноваться etib, jarishib damu kerakmiz biz. So'ndikdan da давайте jarishib damaylik. So'sin. Nega? Erki Bo'lan qaydasan deyversizlar. Davay, menda aytayim. Qalay bo'ladi ekan bu? Menda sezib ko'ring. Gol qaydasan? Победитель
O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erki Bo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erki Bo'lan To'xtar va bir tomonda arenaning bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erki Bo'lanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi. Buni yaxshi bilasiz. Va